Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turib-otamsizlar. Bugun 12 oyning 18 kuni. Trump efendimning advokati Linwood efendi tunugun o'zining Twitterida haqiqiy ahvolning qanday ekanligini tushundim. Amerika Federatsiya Oliy sud mahkamasi nima uchun Texas shtatining Oliy sud mahkamasiga yo'llagan arizini rad qilib qaytarib yetdi. Demak, masalaning Oliy sud mahkamasidagi sud boshlig'i Roberts efendimda og'ir masalaning borligi bayqalgan. Linwood efendim o'zining Twitterida ikki parcha rasmni oshkorlagan. Bir parcha rasm bo'lsa, Oliy sudchi Roberts efendi Clinton efendimlar bilan Epstein aralda su uzayotgan ko'rinishgan. Yana bir oshkorlangan rasm bo'lsa, Epstein araliga uchib mangan xotir jadvalida sudchi Roberts efendimning ismi bor ekan. Bu ikki parcha rasmlar orqali nurg'un masalalar oydinlashadi ekan. Roberts efendimni gerçi sobiq prezident kichik bosh efendim tayinlagan an'anachi oliy sudchi bo'lsa-mu, lekin moyiyat jihatda solchi kuchlarning odamiga aylanib ketgan ekan. Amerika New-York shtatiga joylashgan Epstein arali bo'lsa, nomi pur ketgan huquqdorlar, milliarderlar, ayshi ishrat qiladigan puldor huquqdorlarning dam olib yashaydigan makon ekan. Uning ustiga bu Epstein kichik arali bo'lsa, maxsus boylarga, yuqori darajalik amaldorlarga alohida mulozimat qiladigan o'rin ekan. Cumhuriyetchilar partiyasining bosh raisi xoin bo'lib ketishi, an'anachilarga tava bo'lgan Roberts efendimning kirpidak tugilib ilishi, Amerika Kengash palatasining ko'p sonliqni egallaydigan bosh rahbari McConnellning yuz o'rishi shuni tushuntirib berdiki, Washingtondagi sozliqlarning ichida timsohlar oz emas ekan. Siyosatga qiziqadigan bir qism odamlar deydiki, nima uchun prezident Trump efendim bu vaziyatni bilgandan keyin jiddiy tadbir qo'llanmaydi, nima uchun lo'mildab yuriydi deyish mumkin. Lekin prezident Trump efendimning harakatga o'tishi uchun haqiqiy ahvolni butun Amerikaning xalqi bilishi kerak ekan. Hamda Amerika xalqining to'g'rini tanlash maydonda turishi texmi muhim ekan. Hamda prezident Trump efendim kuch ilishayotgan, taqobil turayotgan qora kuchlar qanchalik cho'ng deganda, uni biz hozir tasavvur qilolmaydi ekanmiz. Ba'zilar deydi ekan, Trump efendim Amerika askarini ishga siliblam bu qora kuchlarni tozalasa bo'lmamdi, ishlarmi bundoq murakkab bo'lib ketmaydi-ku deb qaraydi ekan. Bizning hozir ko'rayotganimiz Amerika an'anachilar ichida maydondan yuz o'rgan bir qism odamlarni ko'ribdik. Lekin buning keyinda texmo vahshiy Obama barpo qilgan o'z oldiga mustaqil Obama qora guruh armiyasi bor ekan. Hammamizga ma'lum, Amerika hukumatiga tava bo'lgan 3 harf bilan qisqartib yozgan organlarni bilamiz. Masalan, CIA, FBI, FTA, SEC, IRS qatorliq organlarning ismini uchirtib turamiz. Lekin yana bir 3 harf bilan qisqartib yozgan bir organni insonlar bilmaydi ekan. Media taratqularmi ancha yaxshi bilmaydi ekan. Bu organning ismi bo'lsa SES bo'lib, texmo aniq qilib aytsak, yuqori darajalik ma'muriy mulozimat bo'limi deb ataldi ekan. Bu organ 1979-yili prezident Carter efendimning tashabbusi bilan qurilgan organ bo'lib, bu organni qurishdagi maqsad bo'lsa, Amerika davlatidagi iqtidorliq, munavvar xodimlarni tanlab ratlab, Amerika hukumatiga xizmat qiladigan va Amerika hukumatining ma'muriy organlariga ixtisosli xodimlarni to'liqlaydigan va yetishtiradigan, Amerika hukumatiga nisbatan ixtisosli xodimlarni davomli to'liqlab beradigan orqasab qo'shini ekan. Bu SES kichidagi odamlar bo'lsa, darajasi yuqori darajalik generallar bilan tengkan. Invoni general leytenant bo'lib, har birisining maoshi intayin yuqori bo'lib, yillik maoshi $130,000 bilan $200,000 qadar ekan. Bular asosan nima xizmat qiladi deganda, bu xodimlar Amerika Qo'shma Shtatlarining har qaysi qatlamlariga singib kirib, asosan tarafsiz holda har qaysi sohaning kasbiy xodim mas'ullaridan bo'lib ishlaydi ekan. Maxsus boshqarish xizmatiga mas'ul, har xil siyosatlarni ijro qiladigan, bekitilgan siyosatlarni ijro qilishga mas'ul ekan. Bu xodimlar Amerika Qo'shma Shtat hukumat organlari ichida taxminan 8,000 kishi atrofida ekan.
Amerika Qo'shma Shtat hukumat qatlamlarida xizmat qilayotgan ma'muriy xodimlar odatda 2 million atrofida ekan. Bu xodimlar asosan Amerika hukumatining yuqori qatlamlarida turib, tuvan qatlamlarini kontrol qilish vazifasiga ega ekan. Endi masalaning paydo bo'lishi Obama Amerika hukumat beshiga chiqqan vaqtida u planli holda davlat yetishtirgan bu 8 ming vatanparvar xodimlarni vazifasidan ilib etib, o'rniga o'zining odamlarini saplagan. Obama vazifasidan ayrilish oldida o'ziga ishonchli bo'lgan 6 ming odamlarni saplab bo'lgan. Obama saplagan bu 6 ming odam bo'lsa, Amerikaning asosiy qonunini va davlatni qo'g'dash emas, aksincha partiya guruh va siyosatlarni himoya qilib tayinlagan. Obama vazifasini ayrılgan mezgilda o'z qo'li bilan tayinlagan bu 6 ming xizmatchi xodimlar Amerika Qo'shma Shtatining har qaysi sohalarining asosli qatlamlariga taqsim qilib etgan. Obama o'rnashtirgan SES xodimlari Ma'rif ministrligida 86 ta xodim bor ekan. O'ltiraqlashish uy va shahar taraqqiyot organida 115 odami bor ekan. Havo armiya organida 182 odami bor ekan. Emgak ministrligida 200 odami bor ekan. Amerika hukumat ishida 204 nafar odam bor ekan. Transport ministrligida 231 odam bor ekan. Ichki ishlar ministrligida 258 odami bor ekan. Qurug'liq armiyasi ichida 261 odami bor ekan. Dengiz armiya organida 326 odam bor ekan. Harbiylikdan qaytgan xodimlarning ishini bartaraf qilish ministrligida 357 odam bor ekan. Yeziklik ministrligida 361 odami bor ekan. Savdo ministrligida 425 odam bor ekan. Moliya ministrligida 458 odami bor ekan. Sahiya va ommaviy xizmatlarni ilib borgan organda 468 odami bor ekan. Davlat mudofaa ministrligida 478 odami bor ekan. Energiya ministrligida 490 odami bor ekan. Davlat bexatarlik organida 639 odami bor ekan. Amerika Adliya ministrligida 821 odami bor ekan. Amerika kabinetining sirtida xizmat qilayotgan yana 1796 odami bor ekan. Mana bu haqiqatan bir hukumat organiga o'xshaydigan bir maxfiy qo'shin ekan. Biz bu qo'shinni Obama qaro guruh harbiy qo'shini desak to'g'ri bo'ladi ekan. Bunda aytganda hammasi Obamaning tayinlagan odamlari. Bundaq bir qaro guruh kuchini tayinlagandan boshqa, texmo yomon yeri Obama 2015-yili 12-oyning 15-kuni bir ma'muriy buyruqqa imzo etib, bu ma'muriy buyruqning mazmuni bo'lsa, Obama o'zi tayinlagan bu xodimlar xizmatini boshlagan kundan boshlab bularni xizmatdan bo'shatib etishga qat'iy bo'lmaydi ekan. Bunda aytganda bular yuqori maoshliq temir qachiga erishibdi. Obamaning atalmish vatansuyish tozalash harakatida 9 nafar yuqori darajalik qo'mondon general, 2 nafar yadro qurol ishlariga mas'ul qo'mondonlik qiladigan general, 197 nafar yuqori darajalik general, necha minglagan iqtidor jihatda yetishgan askarlarni vazifasidan ilib etibdi. Uningdan boshqa yana 2012-yili Liviyadagi Bangazi shahridagi voqeada Obamaning urush to'xtatish buyruqiga xiloflik qildi degan Amerikaning Afrikadagi bosh harbiy shtabidagi bosh qo'mondon Carterhamni vazifasidan ilib etgan. Bu chaqda Amerikaning Bangazida turishliq elchixonasi hujumga uchragan vaqtida hujumga uchrayotgan Amerika konsulxonasini qutqizishga va yordam berishga qo'shilmagan. Lekin bosh qo'mondon Carterham Obamaning urush to'xtatish buyruqini rad qilgan. Bundan boshqa shu mezgilda Stennis nomidagi jang qilish oyomatkisi ustidagi qo'mondon dengiz armiyasining general-mayori Gavit efendim Bangazidagi Amerika konsulxonasi hujumga uchragan bu voqeasiga qarab turolmay, darhol o'zining qo'shinini yordamga avatib, general Carterhamga yordam bergan. Shundaq jiddiy paytda Amerika konsulxonasini hujumdan qutuldirish vazifasini o'tsimi, lekin Obama sizlar mening buyruqimga xiloflik qildinglar deb har ikkilisini vazifasidan ilib etgan. Bangazi voqeasi hamon bir kuni oshkorlandi ekan. Undan boshqa Obama yana Amerika Adliya ministri, CIA organi, istixborot organlarining bosh taftish organi qatorliq organlarni qaytadan tozalash va o'zining odamlarini saplagan. Mana shunday sabablar bilan Prezident Trump efendimning nurg'unlagan ma'muriy
xizmat buyruqlari ijro qilinmay kelayotgan sabablarning birisi ekan. Prezident Trump apandim 230 nomerliq belgimalarni amaldan qoldirib o'tmoqchi bo'lgan vaqtida davlat mudofaa qonunini ma'qullagan guruhlar quloq solmay turgan. Tunugunki yana bir xabarda 12 oyning 18 kuni istixborot ishlariga mas'ul bo'lgan bosh taftish organi to'liq bo'lgan dokladni tayyorlab bitkazolmagan ham amalsiz qolgan. Sababi istixborot ishlariga mas'ul bo'lgan CIA va FBI organlarining, ya'ni Obama o'rlashtirgan qora guruh kuchlar istixborot bosh taftish organining xizmatiga moslashmay turgan. Hamda Xitoy davlatini Amerika saylamiga aralashgan, qo'l tiqqan degan mazmundagi dokladlarni sunmay turgan. Amerika istixborot bosh taftish organining bosh mas'uli Ratcliffe apandim qat'iylik bilan agar istixborot dokladining ichida Xitoy davlati saylamga qo'l tiqmagan deb doklad tayyorlasa, bu dokladga men hargiz imzo atmayman deb aniq ifoda bildiribdi. Demak, hozir bir-biri bilan tortishib turayotgan vaziyat shakllandi. Biz mushuningdan bilib olsak bo'ladi, Prezident Trump apandim har bir ishni bijirganda, har bir qadamni tashlaganda ishlari intayin mushkul bo'lyotdi. Offerstock.com degan programmada Patrick Ben apandim u ayni vaqtida FBI o'rinda xizmat qilayotgan vaqtida mundaq bir voqeani so'zlab o'tgan. Obama haqiqiy bir qora guruh qo'shinni yetishtirganligini dalillagan. Uning deyishicha 2016-yili 1-oyning 14-kuni u FBI'da ishlayotgan mezgilda FBI organi uningga vazifa topshirib Hillary Clinton xonimga yordamlashishni buyurgan. Bir chet ellik Hillary Clinton xonimga 18 million Amerika dollari yo'llaydi ekan. Ben apandim Hillary Clinton xonimga bu pulni ilib berish yordamini qilish jarayonda 20 million Amerika dollari pul Turkiya hukumati tarafidan Hillary Clinton xonimga sovg'a qilingan ekan. Bu xizmatlar o'ngishli oxirlashgandan keyin 3-kuni Ben apandimga vazifa topshirgan FBI organi sen Hillary Clinton xonimga yordamlashgan ishlarni unutib ket debdi. U nima uchun deb so'raganda FBI organi Hillary Clinton xonim prezident bo'lish nisbati muqimlashib bo'ldi. Hamda biz nima qilsak foydasi yo'q. U 8 yil prezident bo'ladi. Baribir FBI organining ichidagi o'ziga munosabatli butun materiallarni yo'q qilib yetalaydi. Hattoki bu sirni biladigan odamlarni bir taraf qilib yetadi. Hatto yuqori darajalik xizmatchilardan tuvan qatlam xizmatchilarga qadar hammani bir taraf qilib izlarni yo'qitib yetadi debdi. Shu mezgilda u yana 2-3 haftadan keyin Tuzluq ko'l shahrida u o'zidan boshqa yana 3 xizmatdoshlari bilan bu ishlar biz uchun toz yaxshi bo'lmayotdi. Hozir bo'lsa Obamaningki hukumat davri biz bu voqeani nima uchun adliya ministriga doklad qilmaymiz deb deyishibdi. Uningga yana bir xizmatchisi hozir prezident Obama apandim butun hukumat qatlamlariga o'zining odamlarini niqtab o'rlashtiribdi. Hillary Clinton xonim prezident bo'lsa-mu Obamaning qurgan qurilmasiga cheqilmay chiroyli o'zining prezidentlik xizmatini qiladi. Agar unda qilmaydi ekan Hillary Clinton xonim Obamadan yaxshi kunni ko'rmaydi debdi. Bundan keyingi prezidentlar Obama qurgan bu qurilmalarni hargiz o'zgartirmaydi. Hillary Clinton xonim hozir albatta Obamaning odamlari. Agar Hillary Clinton xonim qo'rchoq prezidentlik bo'lishni xohlamaydi ekan, u chaqda o'lgini shu bo'ladi ekan. Hillary Clinton xonimning pora yegan bu voqeasini hozirgi adliya ministri Bar apandimmi biladi ekan. Xizmatdoshi Bonning deyishicha, bu butunlay Obamaning Hillary Clinton xonimga o'rlashtirgan bir qiltoq Hillary Clinton xonimni jiroqdan kontrol qilib turishningki yuqori taktikasi debdi. Lekin vaziyat o'zgarib, Hillary Clinton xonimning o'rniga Prezident Trump apandim saylanib qopti. Shuning bilan Prezident Trump apandim Rossiya bilan til biriktirgan degan voqeasiga chetilib, tuhmatga uchrab ketibdi. 2018-yili Ben apandimga xizmatdoshi Ezin bu dunyoda haddidan tashqari milliarderlar bor. Ular 2020-yildagi saylamni o'zgartirib etdi ekan. Benning gapidan biz nimani tushuna olamiz deganda, Obama mu amaliyotda cho'ng xo'jayinning xizmatchisi. Obamaning prezidentlik taxtiga chiqishi yanala parda keyindagi kuchning o'ynayotgan o'yin ekan. Bu parda keyindagi kuch o'michik to'rg'a o'xshash Amerika davlatining butun muhim organlarini dunyoning atoqli shirkat, haddidan tashqari boylar, haddidan tashqari kuchlarning hammasi o'sha o'michik to'ri bilan munosabatli ekan.
Bu qitim Joe Bidenning uyda o'tirib turiblam prezidentlikka saylanishi va bundan keyin qo'rchoq prezident bo'lishi hammasi parda keyindagi kuchlarning natijasi ekan. Joe Biden prezident bo'lgan kundan boshlab uning ishki kabineti, uning atrofidagi xizmatchilarining hammasi Obamaning davrida bekitilib bo'lgan ekan. Washingtondagi sozliqlarning qanchalik cho'nqur ekanligi tasavvur qila olamiz. Endi prezident Trump efendimga yordam qiladigan faqatla ikkala kuch qoldi. Uning birisi Amerika xalqining kuchi, yana birisi Trump efendimni yaratgan o'zining xudosi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.